Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Navbatdagi o'ziga xos fasondagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib chiroyli qilib ustanovka qildik. Bu darvozamizni aziz yurtdoshlar Buxoro viloyati Shofirkon tumaniga zakaz bo'yicha olib kelib tayyorlab chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz va shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamiz ikkilik listda yasalgan, polni zakaz bo'yicha yasalgan darvozamiz, ruchnoy rabota darvoza. Darvozamiz razmeri 4.97 eni, bo'yiga 3.20 razmerda bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, ikki tabaqali eshik qanotlari 2 metrdan va mana shu qismi 90 sm kalitka bo'ldi. Darvozamizni havo aylanishini hisobiga tepasini lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib, o'ziga xos fasonda qilib ishlab berganmiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni akamiz o'zlari musofir yurtda yurishib, bizni kanalimizni muntazam ravishda kuzatishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib zakaz qilishganda, o'zimiz kelib Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan kelib, darvozani chiroyli qilib mana joylariga ustanovkasini qilib berdik. Aziz yurtdoshlar, bemalol shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozamiz dastavka ustanovkasi ichida 950 ming so'mdan aylana korobkalari polni 12 lik shvillerda bo'lib, listi pilisovoylik 2 lik lista qilinib, qovurg'a profillari mana 6 ga 4 lik 1.7 lik stenali profilda qilib, nerjavikalarni yopishtirib, chiroyli qilib darvozamizni ideal holatda qilib ishlab berdik va hozirgi kunda aziz yurtdoshlar, temir darvozalarning 1 kvadrat metri 500 ming so'mdan 2 million so'mgacha bo'lyapti. Bizga aloqaga chiqsalaring, o'zimiz temir darvozalar katalogini tashlab beramiz. O'zlaringga yoqqan darvozani tanlasalaring, albatta kelishilgan holda tayyorlab beraveramiz. Mana shu zamoklariga ham e'tibor berib o'tasizlar. Matviy holatda darvozamizning kraskasi ham matviy, zamogi ham matviy, rezinkalarini qo'yib, mana yengil ochilib yopiladigan qilib o'rnatdik. Hurmatli yurtdoshlar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, oshna og'ayni do'stlarga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.